Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Ana bugun nasib bo'lsa ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ana hozir kranni qo'yishdan boshlaymiz. Ana stipleniya bosamiz. Birinchi darsda ko'rsatganimda 3-kursga olamiz. Keyin ana pensheni tortamiz. Muftani sekin qo'yib beramiz. Keyin tabloga ana bu encha qo'shilgan haqida glazok yonadi. Yongandan keyin avozimga ishtak bo'lsa mana bu richaklar bo'ladi. Uстановка qilinadigan richak. Qo'yish richaklar 4 ta oyog'niki 4 ta atdayni bo'ladi. Bu ikkita oldinliki bo'ladi. Ana bu oldinliki, ikkita oldinliki bo'ladi. Bu ikkita orqaniki bo'ladi. Keyin bu birinchisi bu tomonniki bo'ladi. Ikkinchisi bu tomonniki bo'ladi. 2 bilan 3, 2 bilan 4 o'zimiz tarafniki bo'ladi. 1 bilan 2 qarama-qarshi tomonniki bo'ladi. Ana bu ikkini tepaga ko'taramiz oyog'ini chiqarish uchun. Tepaga ko'targandan keyin ana bu glavniy uzun richagni pastga bosiladi. Ko'rdingizmi? Oyoqni chiqarish. Bu tepaga ko'tarib pastga bosiladi. Oyoq chiqibdi. Xuddi shu ham, orqa ham xuddi shunday. Ana bu ikkita o'zimiz taraflik, ya'ni oqni ko'tardik, buni pastga bosamiz, orqa chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunday, u tomon ham xuddi shunday bo'ladi, hozir ko'rishdan. Bu ikkitaga tegmaymiz. Ana bu birinchisini ko'taramiz. Oyoq chiqadi. Xuddi shunday uchni ko'taramiz. Sariq orqaniki bo'ladi. Ko'rdingizmi? Endi buni silindrlar qanday tushadi, qanday urvinga qo'yish kerak bo'ladi. Urvinga ana shu qaysi oyoqni chiqardik o'zidan. Masalan, shu oyoqni chiqardikmi, xuddi ana shuni pastga bosamiz. Pastga bossak, oyoq chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Oyoq chiqadi. Xuddi shunday orqadagi ham mana sariqni ko'tardik, chiqibdi-ku. Xuddi ana shuni pastga bossak, ana xalastoy bo'ldi. Ham pastga bosamiz. Buni yana pastga bosamiz keyin. Ko'ryapsizlarmi? Buni yig'ishtirishga esa xuddi shunday pastga bosamiz. Buni pastga emas, pastga bosib tushibdi-ku. Ana endi buni tepaga ko'tarsak kiradi. Bu ham xuddi shunday. Buni pastga bosamiz, buni tepaga ko'taramiz. Endi buni kiritish qanday bo'ladi? Oyoqlarni kiritish xuddi ana shu qorani birinchini tepaga ko'taramiz. Buni chiqarishga pastga bosgandik. Endi buni tepaga ko'tarsak kiradi. Oyoqlar. Oyoqlar kiradi. Xuddi bu ham xuddi shunday. Sariqni tepaga ko'tarib pastga bossak chiqardi. Ana endi buni tepaga ko'tarsak ana chiqardi, endi kiradi, ana tepaga ko'tardi. U tomon ham xuddi shunday bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bu tomon ham xuddi shunday bo'ladi. Bu hozir buni pastga bossak, ikki taraf ham bir xil. Ana shu pastga bosib, uzun richakni bu pastga bosib tushadi. Ko'rdingizmi?
pastga turgan holiga. Pastga bossa chiqadi. Endi ko'tarsak kiradi. Orqasi ham xuddi shunday bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Endi buni kiritishga tepaga ko'taramiz, uzun richagdan tepaga ko'taramiz. Orqadagi ham xuddi shunday bo'ladi. Tepaga ko'taramiz. Buni ikkinchi uzun richagdan tepaga ko'taramiz. Oyoqlarni chiqarish uchun tepaga ko'tariladi. Hammasi. Silindrlarni oyoqlarni pastga bosish uchun pastga bosiladi. Oyoqni ham silindrni ham chiqarish uchun faqat pastga bosiladi. Agar yig'ish uchun tepaga ko'tariladi. Agar mabodo oyoqlar adashib ketadigan bo'lsalaringiz, o'zlaringiz uchun yozib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu birinchi oyoq, bu ikkinchi oyoq, bu uchinchi oyoq, bu tarafdagi bu to'rtinchi oyoq orqadagi. Ana shunday qilib o'zlaringizga belgilab bosalaringiz bo'ladi. Keyin bunisi 5-inchisi oldindagi kichkina oyoqcha bo'ladi, lapacha bo'ladi. Buni pastga bosib, pastga buni bossa kichkina oyoq chiqadi. Kichkina oyoqdan ko'rsataman. Bu kichkina oyoqniki bo'ladi. Buni xuddi ana shunday pastga bosib, buni ham pastga bossa tushadi. Buni pastga bosib tepaga ko'tarsa kiradi ichkariga, tepaga. Kichkina oyoqni tepaga ko'tarish kerak emas, chunki u faqat tushadi, kiradi. Tushadi, kiradi, oyoq emas. Agar kim tushunmasa, kommentariyaga so'ranglar, men savollaringizga javob beraman. Qayta ko'rib, shu video orqali o'rgansalaringiz bo'ladi kran boshlanishiga. Keyin sekin tepalarni ko'rsatib boraman. Buratning ichini, joystiklarni tushuntiraman, kompyuterlarni, boshqa joylarni ko'rsatib boraman. Ikkinchi darsimiz ana shu edi. Hammaga rahmat.